3-4 tag bilan kuniga semechga chaqib, o'tgan ketganni orqasidan ko'lab g'iybat qilaverib joningizni yedim. Pul topaysiz, biznes qila olmaysiz. Rossiyaga ketyapsiz, Rossiya ham bekilib oldi deyapsiz. Deportga tushib oldingizmi? Buni yechimi topildi do'stlar. Eng qizig'i bu ixtiroimizni orqasidan kuniga 5 million so'm sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i bunimiz 220 ga ishlar ekan. 4-etajgacha otib berishar ekan. Bir kunda 200 kvadrat bemalol quysangiz bo'lar ekan. O'zini balonlarigacha bo'ladi. Mana shunaqa polvon o'rtag'ingizni olsangiz, bejor ham semechga chaqib yuribdi. Bemalol sudrab ag'dan baqa yursa bo'ladi. Bu qanaqa biznes salang do'stlar? Tomga pena beton xizmati bo'ladi. Xolasalang pena betonni tomingizga qo'yib berishadi. Xolasalang shu bizdan endi sotiladi. Narxi 2000 dollar bo'ladi. Undan tashqari menda unaqa katta summa yo'q salang. 300 dollardan boshlab turib do'stlar 2000 dollargacha bo'lgan bizneslarimiz bor. Bu yerda xolasalang tomga pena lombos xizmati, pena beton xizmati, undan tashqari pena blok legendarniy biznesimiz bo'ladi. 700-800 dollardan boshlab. Undan tashqari do'stlar gazoblok biznesi bor. Narxi 3 tasi bitta 1,5 ming dollar bo'ladi. Bu narxlarning ichida albatta dastlabki kelishilgan holatda bu narxlarning ichida do'stlar retseptini mutlaqo bepul berishadi. Zakaz berishgan akalarimiz nomerlarni pastda qoldirdi. Endi semechga chaqirib ko'chada xotinlarga yo'q va g'iybat qilishni vaqti o'tdi.